alaykum azizlar, hammaga xayrli kech. Hozir biz o'sha mashhur blogerlar o'ynagan chips o'yinini o'ynab ko'rmoqchimiz. Kenja qizim bilan birgalikda qani ko'ramiz kim yutarkin. Teskari qara. Aytganimni qilasan, aytganimni qilasan, aytganimni qilasan. 100 ming berasiz, 100 ming berasiz, 100 ming berasiz. Hartigura 1 millionga chiqib ketmadi-ya. 1 million bo'lganda 3 million bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu. Aniqmi? Ha, aniq. Qani tanlaychi? Yashayapsan. Xo'sh. Bismillahirrohmanirrohim. Yashayapsiz. Yashayapsan. Yashayapsiz. Bum. Bismillahirrohmanirrohim. Bum. Aniqmi? Aniq. Xo'sh, bo'pti, mayli, ikkita jonim bor. Bitta Yashayapsan. jonim halol. Yashayapsiz. Endi bitta jonim qoldi. Yashayapsan. To'rtta qoldimi? 4ga 4. Sizda bitta joningiz bor. 8 bo'ladi. Xo'sh. Yashayapsiz. Bum bo'ldi. Aytganimni qilasan shekilli. Hozir men bitta olsam yutqizaman, ha? Yashayapman. Xudoga shukr. Yashayapsan. Hozir bittasi yutqizib. Bum. Qizim yutqizdi. Endi aytganimni qiladi. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.